Qani, kelinglar. Xush kelibsizlar. Bizni mo'jazgina uyimiz shu. Shinamgina ekan. Ochig'i men nima deyishni ham bilmayman. Chunki bunday vaziyatga birinchi marotaba tushyapmiz. Men farzandlarimizdan uzr so'ramoqchiman. Sizlar aslida murg'aksizlar hali. Lekin erta katta bo'lishga majbur bo'ldingiz. Muhammad Ali, meni dada deyishga majburmassan. Lekin seni xuddi o'z o'g'limdek tarbiyalashimga ruxsat ber. Dada, men ukamga uyga vazifalarni qilishga yordam beray. Agar oyim ruxsat bersalar. Albatta qizim. Albatta. Ukangga yordam berasan-da. Bu xona bizni xonamiz. Bu esa Shahrizodaniki. Ukam men bilan yotsam maylimi? Yo'q, mumkin emas. Chunki sizlar katta bo'lib qolgansizlar. O'g'il bolalar va qiz bolalar alohida yotishadi. Mana bu xona Muhammad Aliniki. Hamma charchadi. Endi kirib uxlaymiz. Oyi, Labbay bolam. siz men bilan uxlang. Albatta bolam. Ağrıttılar, yüreğimni yediler ona. Men olsam dadamni qabriga qo'ying. Dadamni sog'indim quchoqlab yotay. Dunyoda to'ymadim diydorlarga. O dunyo qo'lidan mahkamroq tutay.